Denov tumanida mas'uliyat davomida, xizmatimiz davomida nazorat tariqasida Nexia transportasi 75M917PA zavod raqami belgili transportasi to'xtatib tekshirganmiz. Transportasining haydovchisi mastlik alomati borligiga shubha qilinib, alkotestir moslamamizni o'tkazganmizda mast holatda ekanligi aniqlandi. Tegishli tartibda Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda 130-moddasiga asosan elektron ma'mur bilan rasmiylashtirib qo'ydik. Transportasining vaqtini saqlash uchun jarima joylashtirib qo'yamiz. Denov shahrida to'xtatilganimizda korxona tomonidan nazorat qilinmagan LED lampalar o'rnatilgani aniqlandi. Haydovchiga nisbatan elektron tarzda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. 75R937A Gentra rusumli avtomashina Denov tumanida to'xtatib tekshirilganda ruxsatnomasiz gaz balon o'rnatganligi aniqlandi. Ushbu transport vositasiga belgilangan tartibda bayonnoma rasmiylashtirildi. Ushbu transport vositasini Denov tumanida to'xtatib tekshirilganimizda yonida me'yoriy hujjatlar yo'qligi uchun 135-modda bo'yicha haydovchiga tegishli tartibda chora ko'rib, avtomashina vaqtincha jarimaga qo'yildi. Nazorat tariqasida Gentra transport vositasi 75P845PA davlat raqami belgili transport vositasini to'xtatib tekshirganimizda transport vosita qidiruvda ekanligi aniqlandi. Holat bo'yicha tegishli tartibda choralar ko'rilib, transport vositasini vaqtincha saqlash uchun jarima maydonchasiga joylashtirildi.